YouTube kanal uchun qo'yiladigan videomiz boshqatdan olyapman. Mana shu xonadonimiz sotiladi. Kecha bu taraf yerni, narigi tarafi, ya'ni 8 sotixli yerni ham qo'ygandik reklamasini. Bu uyimiz ham yerimiz narxini aytdik 315 million deb. Endi esa hovlimiz ham sotiladi. Mana burchakdan bu tarafi 6 sotixli joy. Bu tarafda masjidlar joylashgan, ya'ni Aralovul masjidi joylashgan, Chorgumbazda joylashgan joyimiz. Bu tarafda ko'rishingiz mumkin yuvinish xonasi, hojatxona joylashgan, gaz, suv, svet, hech unday kommunalkalarda umuman muammosi yo'q. Tashqarilari bilan hammasini ko'rsataman. Maktab, hamma narsa, ya'ni qulay joyda joylashgan. Bu tarafda oshxonamiz, bu tarafda zal, xonalari, ichkarida xonalarni ham hozir ko'rsataman. Darvozaxonaga bemalol 3 ta mashina ketadi. Bu yerda mana oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham juda ham akkuratligina turibdi. Mana shunday uy izlab yurganlarga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda esa zal bor ekan, zalda odam borligi uchun ko'rsata olmaymiz. Ya'ni mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Endi bu tarafda bitta xonamiz, odam bor bu tarafda zal, bu tarafda yana bitta xonamiz joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda isitish tizimi ishlaydi. Isitish tizimini ishlatadigan qilib katyollar o'rnatib qo'yibdi. Bu tarafda ichkaridagi sanuzulimiz joylashgan. Ichkaridagi sanuzulimiz hali ishga tushmagan. Bu yerda esa spalnimiz joylashgan. Hamma narsasi ajoyib. Konditsionerlar ham o'rnatilgan ekan spalniga, ko'rishingiz mumkin. Endi esa zal. Zalni ko'rsataman, mana zal. Qoladigan narsalarni bemalol kelib egalari bilan gaplashasizlar. Bu zalimizga bemalol juda ham katta zal ekan. Bemalol 15 kishi ham bilinmay qoladi chog'imda. Bu juda ham katta joy. Endi bu yerdan kirib keldik va bu tarafdan chiqadigan joy ham qilingan, qarang. Bu tarafdan kirib keluvdik. Endi tashqi taraflarini ham ko'rsatishim kerak sizlarga. Tashqi taraflari, mana darvozaxonani aytdim. Darvozaxonaga nimalar terilgan, burchatkalar terilgan. Maktab yaqin. Hamma narsasi ajoyib. Tashqi tarafida ko'rishingiz mumkin, agorodlari bor. Bu tarafda maktab joylashgan. Mana suv kelib turibdi. Mana shu xonadonimiz sotilmoqda. 6 sotixli xonadon. Kimga qiziq bo'lsa bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Bu tarafda masjid joylashgan, masjidlarni ko'rsatdim. Mana shu xonadonimiz akfalar o'rnatilgan. Yashashga tayyor holda izlaganlarga bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Yevro montajlar qilingan ekan. Yana sizlarga masjidni boshqatdan ko'rsatishim kerak. Ya'ni masjidni ovozi eshitilib turadi. Mana masjidni ko'rishingiz mumkin. Masjidni ko'rsataman. Mana shu xonadonimiz sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 760 million so'm deyishyapti. Yana ozgina kelishtirib beradigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa bemalol bizga telefon qilib, aloqaga chiqib yoki kelib bemalol savdo qilishlaringiz mumkin.